Assalomu alaykum hurmatli issiqxona obzori YouTube kanalining kuzatuvchilari. Mana hozir yangi issiqxonamizda video lavha tayyorlayapmiz. Bu yerga qilinadigan ishlar hozir biz ustiga ko'rpa qilib berishga kelganmiz. Turbalarni ikki tomonga mahkamladik. Ko'rishinglar mumkin, iplarni tortyapmiz. Bu yoqda ham yuqori qismiga turbaga o'targanmiz. Turbani razmeri 32 lik. Buni motorini o'rtaga o'rnatishga to'g'ri keldi. O'zi bir tomonga yoki ikki tomonga o'rnatgan yaxshi. Sababi odamga xalaqit bermaydi. Biz buni o'rtaga o'rnatishga to'g'ri keldi. Mana bu yoqda ham yarmi parningli, bu yoqda yarmi. Asli bunaqangi joylarga ikkita motor olib, ikki tomonga bittadan qo'yish kerak. Qoidasi bo'yicha motori kuchliroqdan olinganda bitta motor o'rtaga o'rnatganmiz. Odam o'tganda xalaqit bermasligi uchun mana yuqoriga o'rnatganmiz. O'zi asli ikki tomonga devorga mana bu ustunni beliga o'rnatilishi kerak edi. Bunga sabab, buni o'rtaga o'rnatganimizga sabab mana bu oxirgi qator, bu tomonda ko'rinib turibdi. Oxirgi qator mana shu yerdan bu yog'i kichrayib ketgan oxiriga borguncha. Qisha shu to'g'ri bo'lmaganligi sababli bu yoqqa o'rnatish imkonsiz. Bu tomoni ham xuddi shunaqa. U ana bu yerdan boshlab bu yog'i oxirigacha qishayib ketgan. Kichrayib ketgan borgan sari, shuning uchun to'g'ri bo'lmagani uchun o'rnatish imkonsiz bu yerga ham. Shu sababdan o'rtaga o'rnatganmiz. Общий 5 qator tushgan issiqxona. 5 qator uzum ekilgan bo'lgan, uzumlar qarigan, uzumni mana ko'chirib olib tashlashdi. Boshqadan ekishadi. Yangi ko'chatlar ekiladi endi. 5 qator, bir tomonda 3 qator, bir tomonda 2 qator qilib qilinyapti ko'rpa. Ko'rpani iplari tortilishi faqat ko'tarib turadigan iplar hozir mana tayyor bo'lganlari. Ko'rpani ikkita usulda qilinadi, ya'ni ikki xil. Salafanligi ham bo'ladi. Salafanning o'zi ham tortiladi bu yerga. Keyin ana devorda turgan ko'rpa oq, ana shundan tortiladigani ham bor. Bu yerga shunaqangi oq ko'rpa tortiladi. Ko'rpani qalinligi 5 qavat, uniki ikki tomonida material, salafan, o'rtada sintafon bor. Shu 5 qavatli ko'rpa. Keyin mana bu o'zbekchasini bilmayman. Shunda o'rnatiladi. Buni har ko'rpa qilinganda har 1 metrga o'rnatiladi. Odatda 1 metr 1.20 bo'laveradi. Salafanli qilinsa 2 metrga bittadan bo'laveradi. Salafanlikka ko'p kuch kelmaydi. Shuning uchun 2 metrga bittadan qilsa bo'laveradi. Keyin bizniki ikkala tomonni ham ochib yopadigan motori bitta bo'lgani uchun mana bitta oraliqqa 4 tadan o'rnatilayotgan. Mana bu birinchi, uchinchi bir tomonniki, ikkinchi, to'rtinchi qarama-qarshi tomonniki. Xuddi shunaqa sistemada ishlaydi. Ko'rishinglar mumkin. Oralari bir xil. 1, 3, mana 5, kuzatsanglar, oralari bir xil. 2ni, 4, 6ni oralari bir xil. 25 dan qilib o'rnatilgan orasi bu yerda. Sababi o'zi har mana shu bitta ora, bu oralardan bu oralargacha 2,5 metr, 2,5 metrga ikkitadan qilib o'rnatganmiz. Parnini biz qurmaganmiz bu yerda. Biz qurgan parnilar odatda 2 metrga qilamiz. Mana bu orani 2 metr olamiz. 2 metrga olib
ko'rpalarini ham 1 metrga bittadan qilib tortib beramiz iplarini. Ochib yopadigan iplari, ko'tarib turadigan iplari biz 50 santimetrga bittadan qilardik. Uy egasi juda ham osilib ketmasin degan maqsadda 41,5 santimetrdan qilib qildirdilar. O'zi asli 50 santimetrda ham bunaqa ko'rpa osilib ketmaydi. Endi qayerdadir kimlardir bo'sh tortganini ko'rgan bo'lsalar kerak, iplar bo'sh tortilsa osilishi mumkin. Boshqa vaziyatlarda unaqangi yomon bo'lib osilib ketmaydi. Bemalol ko'rpani ko'tarib turaveradi. Motor mana xarakteristikalarni ko'rsatib qo'yaman motori. Elektriklar tushunadi. Bu hozir yuqoridagi bu nima deydi buni o'zbekchasini? Maxavegmi shuni xarakteristikasi. Motor o'zini xarakteristikasi mana. Shu xudo xolasa buni tayyor bitgan holatlarini ham ko'rsatamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa chiroyli videolar qilib ko'rsatamiz. Ish vaqtida telefondan foydalanmayman. Shuning uchun ish vaqtida bular qilinish tartiblarini, qilinayotgan joylarini videoga ololmayapman. Ko'ramiz, agar imkon bo'lsa videoga olib qanday bog'lanishlarini hammasini ko'rsatib beraman. Hammanglarga rahmat, sog' bo'linglar.